To'xtang. Tinchlikmi dilim? Menga yordamingiz kerak. Qanaqa? Siz ham meni boshqa o'rtoqlarimga o'xshab, yaqin insonlarimga o'xshab, ishonganlarimga o'xshab yomonlik. Men sizni unutishimga imkon bering. Mayli. Va'dasida turmaydigan deng. Yolg'onchi deng. Xiyonatkor desangiz ham roziman. Faqat sizni unutishimga yordam bering. Dilim bilasanmi? Men seni yomonlay olmayman. Sabrini aytaymi? Mehr nima degan savoliga sen bilan javob olganman. Ya'ni sen menga mehr ko'rsatgansan. Sevgi nima degan savolga ham sen bilan javob olganman. Sevish nima, sevilish nima, hammasini sen ko'rsatgansan. Eng qiyin vaziyatlarimda ham faqat sen yonimda bo'lgansan. Qanaqa qilib men seni yomonlashim mumkin? To'g'ri, hozir yo'llarimiz birga bo'lmasligi mumkin. Balki baxtsizdirmiz. Lekin bir narsani unutma. Sen juda ham baxtli bo'lasan. Amman bo'lsa seni hali ham yaxshi ko'raman. Sog' bo'l. Haqiqiy mard erkak asli mana shunaqa bo'ladi. To'g'ri. Rostdan ham hozir birga emasmiz. Lekin bu biz aybimiz emas. Bu shunchaki taqdir. Yo'llarimiz birga emas ekan. Mana sizni yaxshi ko'raman. Gidemem kalırım yüreğim.